Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan har doimgidek Bekxon. Bugungi videomizda sizlar bilan prosta o'qiylarni, reketinglarni bomba qilishni o'rgataman. Undan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Bu videoni ko'rgandan keyin jigar, o'qish shunaqangi zo'r tegadi-yu. Emasa biz videoni sizlarni kuttirmasdan boshladik. Xo'sh, bizga birinchi kerak bo'ladigan programma bu QPUX bo'ladi. Xo'sh, bu programmani App Store yoki Play Marketdan yuklab olsanglar bo'ladi. App Store yoki Play Marketga kirib QPUX deb shunday yozasizlar va chiqib keladi. Xo'sh, bu programma bizga telefonimizni tozalab, yengillashtirib beradi. Kirib olamiz, bu yerdan operativniy pamyatka bosamiz. Bu yerdan ochishkani bosib olamiz. Birinchisi mana telefonimizni ochishka qilib tozalab beradi. Bizda ikkinchisi global очистка. Shunga bosamiz. Optimizatsiya, pamyat va protsessor. Bu protsessoringizni tozalab beradi. PUBG dan kirishdan oldin обязательно shuni qilinglar. Mana PUBG ga ham kirib oldik. Endi sizlarga nastroykalarni to'g'rilashni o'rgatib o'tib ketaman. Xo'sh, mana menday qilingan nastroykalar hammasi to'g'ri nastroyka hisoblanadi. Buni o'zingizlarning telefoningizlarga qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, mana botdan nastroykada eng keraklisi nishonga olishda yordam. Bu narsani обязательно ochiq tursin. Emasa o'qiylar umuman tegmaydi. Xo'sh, shu joyda hamma xato qilar ekan, grafikalarni hozir men ko'rsatgandek qilib to'g'rilashinglar kerak bo'ladi. 45 fps yoki 60, 90, 120 hammasini men ko'rsatgandek qilib chiqishinglar shart bo'ladi. 120 fps bo'lsa, mana shu narsani обязательно 120 ga qo'yib qo'yinglar. Xo'sh, biz endi bu yerdan pastroga tushib olamiz. Xo'sh, bu yerdan uslubnikini rang-barangga qo'yamiz, keyingisini daltonika qo'yib qo'yamiz. Yorqinlik 150 turaverish kerak. Xo'sh, endi teparo'ga chiqqanimizda mana shu joydan o'tib ketdim. Mana shu joydan ochamiz. Hozir shunday bo'lgan. 4x ga qo'yib qo'yamiz. Quvvat tejash обязательно yoniq tursin, qolgani shart emas. Xo'sh, bu yerda qolganlari ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Lobby, hub, uy, hammasi men ko'rsatgandek qilib chiqishinglar kerak. Xo'sh, shu svitlga keladigan bo'lsak, mana shu ustum bo'ladi. O'zim to'g'rilab qilib chiqqanman. Kimga kerak bo'lsa, mana kodini yozib chiqarib qo'ydim. Xo'sh, kim telefoniga moslab shu svitl qilib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan bemalol yozishinglar mumkin. Atiga 4 ta kanalga obuna bo'lasizlar. Men sizlarga keyin telefoningizlarga qarab shu svitlni qilib beraman. Ana endi sizlar bilan poligonga kirib olamiz. Qani ketdi. Xo'sh, nega poligonga kirdik deb aytadigan bo'lsanglar, hozir sizlarga men to'g'ri pek qilishni, to'g'ri ochishni hammasini ko'rsatib o'tib ketaman. Sizlarga muhim nastroykani ko'rsatish esimdan chiqib qopti. Hozir men sizlarga shu nastroykani ko'rsatib o'taman. Undan oldin videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Hammaga rahmat. Xo'sh, nastroykaga kirib olamiz. Bu yerdan keyin mana shu joystickni обязательно to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Ko'p narsa mana shu joystickga ham bog'liq. Birga bir ochayotganda ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Xo'sh, mana shunday kichkina qilib olamiz, keyin pastga tushirib, keyin tepadagi balandga ko'taramizda. Buni joystickni keyin kattalashtiramiz. Katta qilganimizdan keyin mana bizda tayyor. Buni keyin 153 ga qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, mana bunday qilib 153 ga qo'yib qo'yib va saqlanib qilib chiqamiz. Xo'sh, bu narsa bizga nimaga kerak deb o'ylashinglar mumkin? Bu bizning harakatimizni tezlashtirib beradi. Xo'sh, mana ko'rishinglar mumkin. TDMda vashya aniq ko'rinadi. Xo'sh, endi men sizlarga pik qilishning zo'r uslubini o'rgataman. Mana shu joyga kirib, har kuni poligonga kirib, yarim soatdan pik qilsalaring, sizlarning o'yininglar 100 talik oshadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu to'g'ri pik hisoblanadi. Bunisi esa xato pik.
Pretselni ochib, keyin o'tirib, keyin pretselni ochish vashsha xato bo'ladi. Bunisi esa to'g'ri. Mana pretselni ochib olasizlar. Birinchi, keyin o'tirib turib otasizlar. Mana shu to'g'ri pik bo'ladi. Har kuni yarim soatdan qilsanglar, sizlarga bemalol yetib o'tadi do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, yana ko'rsatib o'taman. Bu xato pik. Mana pretselni ochib o'tirish, pretselni ochish, ungacha sizlarni bemalol protivniklaring 3 4 qilib tashlaydi. Bemalol otib ketishi mumkin. Bunisi esa to'g'risi, eng zo'ri bemalol protivniklarning boshini uchirib olishinglar mumkin. Xo'sh, mana shu joyda ham bemalol har kuni mashq qilsanglar bo'ladi. Shu joyga kelib ham pikda xuddi mana shu ko'rinishda pik qilsanglar, bemalol sizlardan zo'ri bo'lmaydi. Endi men sizlarga to'g'ri raskladka qilishni 416 ga o'rgatib o'taman. Xo'sh, mana birinchisi, mana sizlarga birinchi boshni olib tashlab ko'rsataman. Mana bu TDMniki mana. Xo'sh, birinchi bu shuni qo'yamiz. 40 talik patron, lazerka. Keyingisi shu nomini bilmadim. Короче, mana shunda men sizlarga adachiga otib ko'rsatib beraman. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek, unchalik yaxshi emas bu adachaga. Uzoq masofaga otishga unchalik yordam bera olmaydi. Xo'sh, mana keyingisi, mana bu TDMniki edi. Mana endi keyingisini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu adachaga vashshi zo'r bo'ladi. Klassik match o'ynaydiganlar uchun tavsiya. Tomosha qilinglar. Xo'sh, mana 3x ham ko'rishinglar mumkin adachani. Xo'sh, mana rezultatni ko'rishinglar mumkin. Bu ikkala raskladkani ham TDMga qo'yib o'ynasanglar bo'ladi. Xo'sh, mana hamma nastroykalarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tib ketdim. Sizlar bilan Bekxam bo'ldi. Bundan keyingi videolarimiz chiqish uchun обязательно bitta like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.